بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram aziz birodarlar, barchalarimizni qadamlarimizni Alloh subhanahu va taolo ushbu inoyatulloh masjidiga qutlug' qilsin, barakotli qilsin. Ixlosi muhabbatlar bilan juma namozini avvalgi soatlarida ko'proq savobga ega bo'laylik. Mana Allohning baytiga kelib turibmiz. Xudo taolo bu ixlos muhabbat ustiga qurilgan amallarimizni, so'rovlarimizni go'zal holatda ro'yobga chiqarsin. Bugun birodarlar juma kuni duolar ijobat bo'ladigan bir soat bor. Shu kunni ichiga Alloh taolo berkitdi. Shu kunni ichiga berkitildiki, shu kunni tongidan quyosh botgungacha g'animat berishlik. Gapirgan gapimiz, so'rovlarimiz, amallarimiz Allohga maqbul bo'lib qolsa, shu soatdagi so'zimiz, amalimiz, ishlarimiz keskin o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi inshaalloh. Birodarlar, bugun biz nasibamiz, rizqimiz mana shu So'xtumari Inoyatulloh masjidiga kelib juma o'qishlikni rahbariyatimiz tomonidan shunaqangi imomlarimiz bilan duo domlagan borishadi. Bu masjidlarga domlalar almashib xalq bilan uchrashib, siz u bizni bu uchrashib turishimiz ulug'larning gapi borki, birodarlar, liqo'il halil shifa'il qulub. Yaxshilarning bir joyga to'planib uchrashishi qalblariga shifodir deydi. İçimizde, xalqimizning orasida bir gap aylanib yuradi. Odamni taftini odam oladi. Bir yaxshi hamsuhbat bilan gaplashsang bir yengillaysalar deydi. Birodarlar, o'zaro mo'min musulmon assalomu alaykum va alaykum assalom deb bir ko'rishib turishlikda qancha qalbiy kasalliklarimiz to'kilishiga, xalos bo'lishimizga sabab bo'ladi. Albatta mo'min musulmonning bir-biriga salomlashishi ham sunnat, ham bir sadaqa. Payg'ambarimiz alayhisalomdan sahobalar so'ragan ekan. Hech narsamiz yo'q bo'lsa sadaqa qilishlikka, sadaqani fazilati haqida suhbat gapirganida, va'z qilganlarida Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalar hech narsasi yo'q kishi, ya Rasululloh, nimani sadaqa qiladi? Shirin so'z ham bir mo'minning kayfiyatini ko'tarib, yuziga tabassum ulashgan birodarlar, bu sadaqa ekan. Yaxshilik. Bugungi suhbatimizda birodarlar, shu odamlarga azob bermaslik. Odamlarga azob bermaslik. Ulug'lar aytgan ekanki, ibodat ro'za tutishlik, namoz o'qishlik, haj qilishlik va qancha shunaqangi dinimizda ibodat deganda shunaqangi tushunchaga boramiz. Birovni diliga ozor bermasa ham ibodat degan ekan. Birovni qalbiga xursandchilik ulashlik eng ulug' ishlardan ekan. Birodarlar, alhamdulillah, masjidlarimiz eshigi keng ochiq, yurtlarimiz tinch. Qancha masjidga kelib ibodat qilaman, savobli ish qilaman deb, shunaqangi qiynalgan bechora muhtoj kishilar bo'ladi. Mana o'zimiz topolmaysa mahalla raislari, ulamo, domlalarimizga kelib shunaqangi kishilarni menga ro'paro qiling desangiz, mana shuncha ro'yxatini ularga ko'rsatadi. Falonchi shu boquvchini yo'qotgan, falonchi nogironi bor, mana shunday. Mana shu kunlarda birodarlar, endi sharoitimizdan kelib chiqib, atrof muhitda qish sharoiti, ishlar to'xtagan, yollanma odamlarga ishlab yuradigan odamlar nima? Necha pul yutgan kishilar o'ylanib qoladi.
bir kilo go'shtni bir haftaga yetkazayotgan bo'lsa, o'ylanibroq endi 15 kunga yetkazay deydi. Shunaqangi holatlarda birodarlar, birovni ko'ngliga xursandchilik ulashsa, yetkazsa jannatga kiradigan rivoyatlar. Aytamizki, birodarlar, shu odamning xonadonga bir muammosi, tashvishini aritsak, xursandchilik qilib xursand bo'ladi. Ya alhamdulillah, Xudo menga go'sht yetkazdi. Kim bir insonni bu dunyodagi bir tashvishini aritsa, Alloh taolo qiyomatdagi tashvishini aritadi. Hammamiz ko'zimiz yaqa-baqa qatdan qaysi tomondan menga yordam kelar ekan deb qolgan turgan holatimizda qiyomat soatida mana shu siz u biz nafsimiz xohlamasdan qilgan yaxshiliklarimiz bizga tuhfa bo'lib keladi inshaalloh. Payg'ambarimiz muborak hadislarida Ni'matani mazmunun kasirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ikkita ne'mat, buyuk ne'mat bor. Bu ne'matni qadriga juda ko'p insonlar yetmay beparvo o'tkazib yuboradi. Buni bittasi tinchlik ne'mati, ikkinchisi bo'sh vaqt. Bu ulug' ne'mat. Agar bir joyda bir xavf bo'lsa, xatar bo'lsa, shunaqangi kelib bemalol xatar kelib ibodat qilishni o'zi bo'ladi. Buni ziyoda qilishlikni Alloh taolodan so'rab ko'p duo qilish kerak. Xudo keng rizq berib, pulimizga, sog'ligimizga, tinchligimizga berib turibdi. Buni muqobilasiga mana shu ishlarni, xayrli, savobli ishlarni birodar ko'p qilishimiz kerak. Ana bo'sh vaqt. Bugungi qish hadisda aytiladiki, qish mo'minning bahoridir. Mana kechalarda qaringiz uzunligini. Qur'on namozini soat 6:30 da 20 da ham 7 da hozir o'qilayotgan bo'lsa, 18:30 da 18:40 da to bomdod namoz ertalab 20 da kam yoki 6:30 da ertalab bomdod orasida qancha vaqt bor? Shu vaqtda borib birodarlar telefon ko'rib, internet ko'rib, televizor ko'rsa ham o'tib ketaveradi. Shu vaqtdan ozgina foydalanib o'zingga vazifa qilayki, hech bo'lmasa shu namozini 5 vaqt namozni durust holatda o'qishlikda, shu o'qiladigan namozdagi oyatlarni bir tartibli o'qishlikda o'zingga ozginadan harakat qilib o'qisak birodarlar, bu g'animat bu vaqtlar. Bir jamoatimizda o'zimizda bir otaxon bor edi. Duoy qilibdi, tilimiz kelmaydi-da, qiyin-da deydi. Duoy qilibdi, bilmasdan. Gaplashib o'tirishadi, o'zaro oqsoqollarga quloq solib tursiz, endi u dardarday gapini bishortiydigan deydi. Hali turk seriallarini ko'radi, haligini kuyovi, qaynog'asi, o'g'li, qizi hammasini otini tilga qiyinyaptilar, yoddan biladi. Nimaga? Nimaga uni yoddan bilyapti-yu, endi buni bilmayapti, birodarlar, o'sha serialni ko'rayotganda qalbida muhabbat bilan ko'radi. Ishq bilan ko'radi. Soatini hamma ishini bir tomonga surishini ko'rishim kerak deydi. Muhabbat, ishq bilan ko'rgani uchun haligilarni otigacha o'tlab olgan. Agar bizga ham birodarlar, ishq, muhabbat bilan dinimizni, bu ibodatlarimizni chiroyli holatda o'rganishga harakatini qilsak, tezda o'rganib olamiz. Qiyin emas. Hammasi oson. Faqat Alloh taolo o'sha sandan harakot, mandan barakot. Qaysi ishga inson harakat qilib bir olg'a qadam tashlasa, Xudo taolo ana bizga yordam eshigini ochadi. Biz darajamizni, ummati Muhammadning darajasini Alloh taolo juda ham bir yuqori mukofotlar bilan mukofotlagan ekan. Hattoki payg'ambarlar siz o'z ummatni havas qilgan ekan. Musa alayhissalom bir nechta narsalarni so'raganlarida, yo bu Alloh taolo aytgan ekan, ummati Muhammadga beriladigan tuhfa, ummati Muhammadga beriladigan mukofot bo'lganda oxiri Musa alayhissalom ba'zi rivoyatlardagilar, ya Robbi, Maryam Muhammadga ummat qila olmaysan, payg'ambar shunchalik mukofotlarga sazovor bo'lsa, u ummat degan ekan. Gunohlarni qilib Alloh tomoniga bir yuzlanib, gunohimizga tavba qilib, meni Allohim kechir desa, Alloh taolo kechirar ekanmiz. Alloh kechirimli, mehribon zot. Umidsizlanmaslik kerak, qilgan gunohlarimiz bilan tushkunlikka tushmaslik kerak. Faqat gunoh qilgan insonni gunohdan qaytishligini sharti
Ulug'lar aytadiki, birinchisi nadomat. Ikkinchisi shu gunohga qaytmaslik. Uchinchisi astoydil tavba. Ana shu narsa bo'lsa bas. Musa alayhisolamning davrida bir kishi kelib, ey Allohning payg'ambari Musa, men bir gunoh ishni qildim, shu qilgan beadabchilik gunohim uchun tavba qilib, odamlardan uzlatga chiqib ketib, necha yil, rivoyatlarda ba'zilari 40 yil deydi. 40 yil tavba qildim, bir qilgan gunohim uchun. Alloh meni gunohimni kechirdimikin? Bir Robbingdan so'ragin, ey Musa deb iltimos qildi. Alloh taolodan Musa alayhisalom so'radi, ya Robbiy, shu bandangning gunohini kechirdingmi? Xudo taolo bu bandani men hargiz gunohini kechirmayman dedi. Musa alayhisalom aytdi, ya Robbiy, bu bir qilgan gunohim uchun 40 yil tavba qildi-ku, nimaga kechirmaysan ya Robbiy deb so'radi. Ey Musa, bu bandam tavba qiladi. Tavba qildi, shuncha yil uzlatda bo'ldi-yu, vaqti bilan gunohini eslab bir huzurlanib qo'yadi, bir mazza qilib qo'yadi. Nadomat qilmaydi gunohiga. Shuning uchun buni gunohini kechirmaydi. Birodarlar, gunohlarimiz ko'p. Mana shu ishlarga endi qattiq nadomat. Bir inson hidoyatga, ibodatga qaytgandan keyin biz insonchilikda borda, ey kecha o'zing nima qilib yuruvding, bugun domla bo'lib qoldingmi, nima deyapsan sen? Yo'q. Birov bu borada mulzam qilmaydi. Ey rahmat, sen ibodatdasan, itoatdasan, juda ham yo'ling havas qiladigan. Biz ham sen qila olmagan yaxshi ishni qilishimiz kerak, qila olmayapmiz. Duo qiling deyish kerak. Bu eski ishini yuziga solib, hijolat qilib, birodarlar, bu bo'lmaydi. Bunda qada safimiz kengaymaydi. Yaxshilar saf kengayib qoladi. Uni ham qilgan xatosini yuziga solib, kimda xato bor? Hammamizda xato bor, kamchilik bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarida al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Haqiqiy musulmon kimdir? Afzal musulmon haqida sahobalar so'raganlarida payg'ambarimiz afzal, haqiqiy musulmon uni tilidan, qo'lidan birov ozor chekmasa. Tilidan, qo'lidan birov ozor chekmasa, mana shu haqiqiy musulmon dedilar. Mana shu birodarlar, til bilan berilgan bu aziyat juda ham bir chuqur aziyat. Qo'l bilan berilgan aziyatdan ham yomon bo'ladi. Qo'l bilan bir odamga aziyat yetkazilsa, vaqti o'tishidan u aziyat og'riqlar ketadi, tekizlanib ketadi. Qalbga yetkazilgan aziyatchi birodarlar. Kechirdim deydi, vaqti bilan o'sha odamni ko'rganda shu berilgan ozor, til bilan berilgan ozor esga kelaveradi. Shuning uchun bu tilga hokim bo'lishlik eng insonning go'zal fazilati. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bir gaplari bor. Bir gapni gapirmasang deydilar. Bir gapni gapirmasang, shu gap seni asiring bo'ladi. Gapirish kerak bo'lmagan gapni gapirib qo'yding, bir umr endi shu gapga sen asirsan. Haqiqatda hayotda qarasak birodarlar, shayton shu paytda bir odam bilan yaqin sal gap so'zim bo'lib qolsa, buni endi bir gap o'ynab qo'y. Hozir issig'ida bu gapni tuzlab gapirib qo'ymasang, kovushini to'g'rilab qo'ymasang, ertaga kech bo'ladi. Shayton shu gaplarni olib keladi. Bir pas unga tars gaplar gapirib tashlaymiz. Keyin nariqqa borsa, to'g'rimizdan tushgandan keyin, g'azab otidan tushganimizdan keyin, chakka bo'ldi, nimaga ham gapirdim mana shu gapni. Gapirmasam bo'lar edi deymiz-da o'zimizga kelib. Shuning uchun birodarlar, shu haqiqiy jasoratli, kuchli kishi kim desa, g'azabi kelganda o'zini ushlab bilgan kishi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, g'azabing kelganda, g'azablanganingda qaror qabul qilmaginki, bu parendagi kishini kim bo'lsin, ayoling bo'ladimi, ota-onang bo'ladimi, buni qo'shning, yor og'ayning zarariga gapirib qo'yasan. O'shancha g'azablanganingda qaror qabul qilib bir gap gapirma degan ekan Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Ulug' bu nasihat biz. Birodarlar, dinimizga kim amal qilsa faqat najot topadi. Ko'zi o'ynaydi, yuzi yorug' bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz ummatning darajasini ulug'ligi bilan gapirib aytdi.
Sahobalar bilan o'tiruvdilar. Sahoba ikromlar bilan o'tirib aytdilarki, Alloh taoloni 10 ta hukmini sizlarga Alloh taolo amr qilsa, buyursa, qilishlikka buyursa, joriy qilsa, sahobalarga payg'ambar aytdilar, bittasini tark qilishga haqlaring yo'q. Agar bittasini tark qilib 9tasini bajarsalaringlar, ishlaring qiyin bo'ladi, Alloh sizlarni halol qiladi. 9tasini bajarib, bittasini tark qilsalaring, Alloh sizlardan amalni qabul qilmaydi, sizlarni halol qiladi. Lekin shunday bir qavm keladi, bir ummat keladi. Ular Alloh taoloni 10 ta buyrug'idan 9tasini tark qiladi, bittasini bajaradi. Shunday ummatlar ham keladi. Bittasini bajarib, ular najot topadi. Ya Rasululloh, ular qanday bir baxtli ummat ekan-a? 9tasini tark qilib, bittasini bajarsa najot topsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taolodan bo'lgan mo'jizalarga, menga bo'layotgan vahiylarga guvohsizlar, mo'jizalarga guvohsizlar. Ular meni ko'rmasdan Allohga, menga iymon keltiradi, menga ergashadi. Ular shuning uchun najot topadi. Biz shunday ko'rmasdan ixlos, muhabbat qilib, birodarlar, ergashgan, iymon keltirgan kishilarmiz. Ixlosimiz ham, muhabbatimiz ham birodarlar, o'sha Alloh taolo kalomida astag'firullah ya ayyuhallazina amanu atiulloh va atiur rasul va ulil amri minkum. Ey iymon keltirgan mu'minlar, iymonni da'vosini qilib turganlarga siz bizga Alloh taolo murojaat qilib, amr qilib buyurib, Allohga itoat qilinglar, uni rasuliga itoat qilinglar va o'zlaringni ishlaringizdan saylangan boshliqlarga, amirlarga itoat qilinglar. Ana shu oyatga muvofiq o'zimizni ichimizdan saylangan, rozi bo'lib, Xudo nasibasini qo'shib ustimizga boshliq bo'lib turgan kishiga itoat qilishlik zimmamizdagi vojib. Itoat qilmasak gunohkor bo'lamiz. Aytamizki, haliga birodarlar, Alloh va uni rasuli mana shu masjidda Alloh taolo rahbar qilib qo'ygan Abduvahid aka, mana noiblari juda yaxshi inson, Alloh rozi bo'lsin. Fi sabililloh gapiryapti. Bu akamiz bilan 17-yilda hajga ham birga bo'lganmiz. Bir chin ko'ngildan eslasak duo qilamiz. Yaxshi inson bosh, Xudo taolo ustilaringga yaxshi boshliq olib kelib qo'ygan. Umrlarini Alloh uzoq qilsin, fitnalardan saqlasin, xizmatlarini Alloh bardavom qilsin. Aytamizki, birodarlar, shu Alloh taoloning shu boshliqlarga itoat qilib turishlik, ko'rsatgan yo'liga amal qilishlik, ibodatimizda, yurish turishimizda faqat chaqirib, ey birodar, mana ishi xato, shu ehtiyot bo'ling. Alloh taolo kalomda nima deydi? Ko'pchilikni lozim tutinglar. Fitna deydi, bir uxlab yotgan narsadir. Kim uni uyg'otsa Allohning la'nati bo'lsin deydi rivoyatlar. Shuning uchun bir harakatlarimiz bilan, e'tiqodlarimiz bilan fitnaga sabab bo'ladigan ishlardan ehtiyot bo'lish kerak. Shu ko'pchilikni lozim tutib ibodatda, chiroyli yursak, yaxshi yo'lga yurgan bo'lamiz. Hamma eslasa yaxshilik bilan insonning odobi, axloqi, itoatkorligi nafaqat dunyoda bu go'zal bir xilqat sohibi, dunyo oxiratda ham birodarlar jannatlarga siz bizni nima eltadi? Mana shu itoatkorligimiz, go'zal odobimiz, go'zal axloqimiz sababidan ko'z ko'rib, quloq eshitmagan jannatlarni Alloh taolo siz bizni mukofotlaydi. Harun ar-Rashid podshoh bo'lgan. Podshoh bo'lganda adolat bilan musulmonlarni boshqargan zot. Mana shu Harun ar-Rashid avliyolardan ko'p nasihatlarni, dono ishlardan nasihatlarni olar ekan. To'xtab nasihat qilinglar ekan. Yaxshi nasihatlarga, o'gitlarga, hayotiga amal qilar ekan. O'shalarni gapirgan nasihat omuz gaplari Harun ar-Rashidni yig'latib yuborar ekan. Harun ar-Rashid bir kun ayollari Bibi Zubayda onamiz bilan sohil bo'ylab sayr qilib yurib borsalar, bir devona odam sohilni bo'yida, hali biz qumdan uy qurib, shunaqa yosh bola o'ynaydi-ku,
Haligi devona ham mana shunaqa qilib quldan uy qurib turganni guvohi bo'lib Harun ar-Rashid so'radi. Ey devona, nima qilyapsiz? Yo, nima qilyapsan? Uy quryapman. Harun ar-Rashid yana savol bilan, uy qurib nima qilasan? Uy qurib sotaman. Qanchaga sotasan? 1000 tillo tangaga sotaman. 1000 tillo tangaga sotaman. Haligi devona aytdiki, mendan 1000 tillo tangaga sotib olgan kishini duo qilib qo'yamanki, mendan shu uyni 1000 tillo tangaga sotib olding. 1 tillo tangaga, 1000 tillo tanga debman. 1 tillo tanga narxi deb. Va mendan 1 tillo tangaga sotib olgan kishini duo ham qilib qo'yamanki, mendan shu uyni 1 tillo tangaga sotib olding. Alloh taolo jannatda senga bir ko'shk qasrni qursin deb duo ham qilib qo'yaman. Harun ar-Rashid haligini gaplariga tabassum qilib, endi bu devona deb gaplashib turibdi-da. Bu devona endi bir yosh bola, ahmoqlar jumlasidan bu endi bir gap gapirib qo'ydi-da deb bu gapga beparvo bo'ldi. Orqalardan kelayotgan Bibi Zubayda onamiz haligi devona bilan yo yana savol javob bo'ldi, yo haligi gapni Harun ar-Rashid bilan gaplashib turgan gapni guvohi bo'ldi. 1 tillo tangani berib uyni sotib oldi. Duo qildi devona. Mendan ey ona, shu uyni sotib olding. Alloh taolo senga jannatda bir ko'shk, qasr qursin, uy qursin deb duo qildi. Harun ar-Rashid bilan bu ish endi shu joyda qoldi. Sohib sayrda qilishib, qasrga borishib, shu kecha endi Harun ar-Rashiddan bir avliyolik darajasidagi ulug' kishi bo'lganda tush ko'rdi, uxlab. Tush ko'rsa jannat sayr qilib yurgan ekan Harun ar-Rashid. Bir ro'parasidagi jannat sayr qilib yursa, ko'shk, qasr o'ziga jalb qilaverdi Harun ar-Rashid. Shu qasrda uyni ichiga bir kiraychi deb borib kiraman desa, yo'q bu uyga sen kirolmaysan, bu uyning egasi bor. Kira olmaysan deb kirgizishmadi. Harun ar-Rashid sar orqaroq so'radi, jannatdagi o'sha tushida ko'ryapti. Qasrning ustiga qarasa Bibi Zubayda deb qasr ustiga yozib qo'yilgan edi. Bu meni ayolim ismi yozib qo'yilibdi. Meni ayolimga tayinlab qo'ygan qasr ekan. Men haqliman kirishlikka deb, eshikni ochinglar, meni ayolimga beriladigan qasr ekan. Men bir kirib bu qasrning ichini ziyorat qilaychi, sayr qilaychi desa, ichkaridan bir farishtami qo'li qattiqroq itarib, "Ey, sen haqli emassan, egasidan boshqasi u joyga kira olmaydi" dedik-ku deb itarganda uyg'onib ketibdi. Harun ar-Rashid uyg'ondida kechagi sohilda bo'yida bo'lgan ish behikmatligini bildi dedi. Behikmat basligini bildida, bunda hikmat bor ekan. Deb o'sha kuni tong otib yana o'sha tomonga qarab sayr qilib boruvdi. Haligi joyda haligi devona yana uy qurib turibdi. Harun ar-Rashid aytdiki, kecha endi savol javob bilan bo'ldi. Ey devona, nima qilyapsan? Uy quryapsan. Uy qurib nima qilasan? Ha, sotaman. Qanchaga sotasan? 1 tillo tangaga sotaman. Ha, sotib olgan odamga jannatda bir qasr qursin, Alloh taolo qurgin deb duo ham qilib qo'yaman deb bugun dab turibsan. Harun ar-Rashid bor dedi. Ey devona, uyni qanchaga sotasan? Dab turibsan. Qanchaga sotasan? Bu devona aytdiki, 1000 tillo tangaga sotaman. Harun ar-Rashid aytdiki, kecha 1 tillo tanga bo'lib turgan narx bo'lib turgan uyini bugun 1000 tillo tangaga chiqarib yubordingmi dedi. Haligi devona ham avliyo ekan. Aytdiki, kecha ko'rmasdanga savdo bo'ldi dedi. Bugun dedi, ko'rib kelib savdo bo'lyapti. Shuning uchun narxi baland bugun. Aytamizki, hali Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda hadislari birodar. Biz Alloh taoloning 10 ta buyrug'idan 9tasini tark qilib, bittasini bajarishligimiz bizning najotimizga, do'zaxdan qutulishimizga sabab bo'lsa, ko'rmasdan biz iymon keltirdik. Shu amalimiz namoz desak, namozga beparvo kishilarimiz ham qancha beparvo kishilar. Vaholanki bu namozga beriladigan mukofotlar, bu bizni ulug'lar aytadi, namoz ixtiyorimizga tashab qo'yilgan narsa emas. Xohlasang o'qiysan, xohlamasang o'qimaysan emas. Hamma yaxshi amallarimizni qabul bo'lishligini avval shu namoz edi. Otalarimizga qiladigan xayriyat, ihsonlar,
Qancha savobli ishlarni qilyapmiz. Avvalida namoz bilan bo'lsa, o'sha solihlardan amalni Alloh taolo qabul qiladi degani, solihning belgisi nimasi? Namoz o'qishlik. Shuning uchun aytamizki, birodarlar, namozni o'qiganda ham ish yumushda bo'lib qolamiz. Hech bo'lmasa men jamoatlarga ko'p aytamizki, birodarlar, hozirgi paytda xufton, bomdod namozini bemalol xatir jamoat bilan o'qisa bo'ladigan bir vaqt. Mana bu yerda domlalarimiz so'rasa jamoat yaxshi dedi. Alhamdulillah, yaxshi. Bomdodga o'qitilgan namozlarga jamoat yaxshi. Yanada birodarlar, mana 15 ming aholi yashayotda bo'lsa, masjid jumaga qanday bo'lsa, qani bomdod xuftonga ham 5 mahallada shunday to'liq namoz o'qisa, qanday chiroyli yaxshi bo'ladi. Jamoatni savobi Payg'ambarimiz alayhisalom yolg'iz o'qilgan namozdan 27 daraja savobini ulug' degan hadis bor. 27 daraja savob bo'ladi yolg'iz o'qilgan namoz. Va jamoatga beriladigan mukofotli ulug'lar aytadiki, rivoyatlarda keladiki, mana Alloh taoloning har bir ishga muakkir qilingan farishtalari bor ekan. Muakkir qilingan farishtalari bor ekan. Yer yuzidagi daraxtlarning soni qancha? Buni bilar ekan. Daraxtning bargini soni sanog'i nechta? Buni bilar ekan. Yer yuzidagi toshlarning soni qancha? Farishtalar buni bilar ekan. Qumni zarrasi ham toshlardan iborat. Hammasini son sanog'ini bilar ekan. Shu farishtalar bir mo'min musulmon kishi Allohning bayti sari qadam bosib borar ekan. Alloh taolo bunga shunchalik savob beradiki, farishtalar Allohning bu bandaga bergan savobini biz yozib, son sanog'ini hisobini qilmay qolamiz. Shunchalik savob. Shunchalik savob. Tanijoni savob uzuri bo'lmagan kishilar imkon qadar birodarlar jamoat bilan namoz o'qishga intilish. U degani 27 barobar savobi ulug' degani, biz ko'p joyda aytamizki, mana bizning xonadonimizda bitta dehqonchilik ko'proq kartoshka bo'ladimi? Dehqonchilik qanaqami? Ha? Kartoshka ham endi ko'proq aytlarda. 1 kilo kartoshka misol uchun 10 ming so'm, yo'q, 1000 so'm deylik. 1 kilo kartoshka 1000 so'm deylik. 27 barobar ko'paytirilsa 27 ming so'm bo'ladi. 27 ming so'm bo'ladi. Aqli bor odam nima deydi? Aqli bor odam birov kelib eshigimizga 1000 so'mdan kartoshkani sotasanmi desa, agar u nariyoqqa bozordagi yo qalonchi odam, u guzardagi nariyoqdagi odam 27 ming so'mdan olyapti ekan desa nima qilamiz? Hammani 1000 so'mdan olib ketaver demaymiz-ku. Aytamizki, o'sha odamning oldiga borib, birodar, meni eshigimda kartoshkam bor, borib olib keling deb o'sha 27 ming so'mdan olayotgan odamni chaqirib olib kelib o'shanga berib yuboramiz. Go'yoki shunday ekan. Men uyda namoz o'qiraman desak, menga bitta savob ham bo'ladi degani. U 27 barobar savob olaman degan odam jamoatga keladi. Faqat doim aytamizki, uzrli kishilar bundan mustasno bo'ladi. Bir kasalligi sabab, boshqa qariligi sabab. Bir zot Robi ibn Haysam degan zot ekan. Falaj ekan. Falaj odam bir tomon ishlamaydi, bir tomon ishlamaydigan falaj odam ekan. Bir kun ikki qo'ltig'ini tagiga ikki odam kirib masjidga qarab kirib kelyapsa, bir odamning rahmi kelibdi. Rahmi kelib, "Ey birodar, siz ma'zursiz-ku, uzrlisiz-ku, masjidga kelmasdan uyingizda o'qisangiz ham bo'laveradi-ku. Nimaga qiynalib bunchalar masjidga kelyapsiz?" desa, "Ey birodarim, to'g'ri, men ma'zurman, uzrliman. Ertaga davr qiyomatda Alloh taolaga, yo Robbi, men shunaqangi bir kasal odam edim. Jamoatga bir odamning yordamiga muhtoj edim, bora olmasdim. Desam Alloh uzrini qabul qiladi. Lekin shu muazzin azon aytayotganda hayya alas solah, hayya alal falah. Ey mu'minlar, ey musulmonlar, namozga kelinglar. Hayya alas solah. Ey mu'minlar, musulmonlar, najotga kelinglar. Hayya alal falah. Najotga kelinglar deganda
shu Allohning chaqirig'iga, najotga kelmasdan uyda qolib ketayotgan kishilar qatori bo'lib qolyapmanmikin degan vahima meni bosyapti-da, Allohning shu najotga chaqirishiga labbay deb sudralib bo'lsa ham kelyapman deb javob bergan shu zot biroq. Yana shu jamoat haqida bir Ubaydulloh degan bir zot Basra shahrida yashar ekanlar. Doim jamoatni namoz o'qir ekanlar. Bu ishlar hamma ishlarda peshqadam odam ekan, orqada qolmas ekan. Avvalgilardan bo'lib shu jamoatga ham tashkilotchilik, shu xayrli, savobli qaysi ish bo'lsa, avvalgilardan bo'lib peshqadam bo'lib harakat qiladigan odam ekan, peshvo odam ekan. Mana shu zot bir kun uyga mehmon kelib qolib, xuftonni jamoatga ozgina kechikib qoldi. Mehmonlarni jo'natib yurib tez masjidga yetib borsa, jamoat namozni o'qib, xufton namozini tarqab bo'lgan ekan. Tarqab bo'lib Basra shahridagi masjidlarga bu masjid kechiktirib o'qiyotgandir, bu masjid kechiktirib o'qiyotgandir, aylanib chiqdiki, hamma masjidlarda xufton namozini jamoat o'qib bo'lgan. Mahzun holatda uylariga qaytib kelib, endi jamoat bilan namozni o'qiy olmadim. 27 daraja savobi ulug' edi deb xufton namozini uyiga kelib, birodarlar 27 marta o'qigan. Muhabbat ixlosda endi 27 marta xufton namozini o'qigan. O'qib uyquga ketgan ekan. Uxlab tush ko'rgan ekan. Tushida bir qancha bir otliqlar bilan musobaqa o'ynayotgan ekan. Musobaqa o'ynayapti-yu, haligi Ubaydulloh ham o'shalarda ichida otliqda ketyapti, hammadan orqada qolyapti. Haligi u hayotda endi peshqadam bo'lib yurgan odamda hamma ishlarda o'zib ketgan, orqada qolishi uni ko'nglini xotirjam qilmayapti. Shu otini choptirib, bor harakatini qilib shularga yetib olib, o'tib ketay deb choptiryapsa, otliqlardan bittasi orqasiga qarab, "Voy Ubaydulloh, o'zingni ham, otingni ham ko'p qiynama, baribir bizga yeta olmaysan. Biz xufton namozini jamoatni o'qiyamiz" dedi. Uyg'onib ketib, shu kishi bir marta jamoatdan kech qolib, bir umr shu kishiga afsus, nadomat, pushaymonlikka sabab bo'lib o'tdi. Aytamizki, birodarlar, bugun yoz kunlari ishimiz ko'p bo'ladi deymiz. Bugun shunchalik kenglik jamoatlarni to'ldirib ibodat qiladigan bir vaqt. Xudo taoladan yaxshi hayotni, yaxshilikni so'raydigan bu jamoatni qilingan duolar ijobat ekan. Jamoatning hurmati Xudoning huzurida shunday ekanki, darajasi. Alloh taolo shuncha mo'min bandalarini qo'l ochib mendan so'rayapti, duolarini rad qilgan men hayo qilaman der ekan Alloh taolo. Hayo qilaman der ekan. Jamoat hurmatidan duolar ijobat qilar ekan birodar. Xudo taborak va taolo oqibatlarimizni xayrli qilsin. Kundan kunga gullab yashnab turgan bu davlatimizning tinchligini barqaror, bardavom qilsin. Xudo taolo barchamizni iymonli, e'tiqodli, ibodatli qilsin. Davri qiyomatgacha bu masjidlarning eshigini Alloh taolo yopmasin. Safimiz bundan ham kengaysin. Chiroyli holatda, ibodatda, itoatda, boshliqlarimizga itoat qilib, ahil bo'lib, intibo bo'lib hayotda yashashga Alloh barchamizga tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Parvardigor duolarimizni ijobat qil. Gunohlarimizni o'zing kechirgin. O'zing mehribonsan va rahimli zotsan. Bu So'x tumaniga, bu masjidga Parvardigor biz mehmon bo'lib kelib turibmiz. Bizning maqsadimiz, niyatimiz Parvardigor shu o'zingning roziliging da'vat uchun keldik. O'zingning yo'lingdagi kishimiz. Mehmonning duosi ijobat. Fi sabililloh o'zingning roziligingni istab Parvardigor duo qilyapmiz. Yurtimizni o'zing tinchlik. Parvardigor qishloq, mahalla, tuman viloyatlarimiz tinchligini, xosatan bu Inoyatulloh masjidimizni jamoasini hammalarini Parvardigor tanajoyidan saqlasin. Bu masjidga bosh bo'lgan Abdullohdan boshchiligida hammalarini maqsadlarini o'zing hosil qilgin, ahil qilgin, ittifoq qilgin. Boshliqlarga bu Parvardigor jamoatlarini itoatkor bo'lib hayotda yashashliklarini nasib qilgin. Hammalarimizni Parvardigor har xil bir niyat, maqsadlarimiz bor. Sanab birodarlar, hammamizning bir muammolarimiz, tashvishlarimiz sanab aytishsa oxiriga yetib bo'lmaydi. O'zing ko'rguvchi, bilguvchisan. Qalblarni Parvardigor eshituvchisan. O'zing bilguvchi zotsan. Hammamiz qalbimizdagi ezgu niyat, maqsadlarimizni go'zal holatda ro'yobga chiqaradi.
Gunohlarimizni kechirgin. Ikki dunyoning baxti, saodatiga o'zing musharraf qilgin. Hammalarimizdan o'zing rozi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayril Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum.